Bismillahirrahmanirrahim. Bayashat vaqtında Allah'ını köp yad etken, qiyinchilikqa yo'liqqaningda Allah seni yad etadi. Doktor Salman Evde. Dunyoning haqiqati. Shaksizki, jimi hamdisini Alloh taolo xosdir. Alloh taologa hamd aytamiz. Bir o'zidan yordam so'raymiz va mag'firat tilaymiz. Shundaqla ol Alloh taologa sig'inib, nafsimizning yomonliklaridan va amallarimizning nacharlaridan panoh tilaymiz. Guvohlik berimizki, ol yegani Alloh taolodan boshqa hech iloh yo'qdir. U zotning sheriki yo'qdir. Yana guvohlik berimizki, Muhammad sallallohu alayhi vasallam Allohning bandisi va elchisidir. Ey qarindishim, bilginki Alloh tabaraka va taolo bizga muqaddas kitobi Qur'on Karimda ushbu dunyo hayotining haqiqatini nihoyat ro'shan bayon qilib berdi. Masalan, Alloh taolo aytdiki, ey Muhammad, ularga, ya'ni kishilarga dunyo tirikchiligi haqida mundaq misolni keltirgin. U shunga o'xshaydiki, biz osmondan yomg'ir yog'dirdik. Shu suv bilan zaminning o'simliklari bir-biriga chirmishib buluq o'sdi. Keyin u qurib to'kildi. Shamollar uni taraf-tarafga uchirib ketdi. Alloh har narsaga qodirdir. Sura Kahfning 45-oyati. U zot yana hayoti dunyoning misoli tez o'zgarishi, ne'matlarining o'tkinchiligi, kishilarning uning bilan mag'rur bo'lishi bilan xuddi biz osmondan tushirgan yomg'ir suviga o'xshaydiki, uning bilan zaminning insonlar, hayvonlar yeydigan turli o'simliklari unib chiqib, bir-biri bilan giralishib ketgan. Hatto zamin go'zal tusga kirgan, chiroyli yasangan. Zamin egalari uningdan mo'l hosil olishga jazm qilib turgan chaqda, nagahan kechasi yoki kunduzi uningga qazoyimiz yetdi-da, ziroatlarni tunugin, ya'ni ilgari yo'qdek butunlay urib tashlanganda qilib o'tdik. Ya'ni nobud qilib yo'q qildik. Fikr yurgizgan qavm uchun oyatlarni mushundaq tafsili bayon qilamiz. Sura Yunusning 24-oyati degan. Yana bir surada sizlar dunyo tirikchiligini ortiq ko'rsizlar, oxirat yaxshidir va boqiydir degan. Bu sura A'loning 16-17-oyatlari. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda buni ochiq bayon qilib, men dunyoni yaxshi ko'rmayman va ulfatlashmayman. Men dunyoga nisbatan bir daraxtning soyasi ostida saydigan, ondan o'rnidan turib, uni tashlab ketgan bir yo'lovchiga o'xshashman degan. Yana shundaqla bu dunyo hayotining misoli Isa alayhisalomning kelgan rivoyatda haqiqatan dunyo bir ko'rikdirki, inson uchun vojib bo'lgani uningdan o'tish, lekin avod qilmaslikdir deyilgandekdir. Demak, dunyo bajoyki bir ko'rikdirki, uningdan o'tishimiz, lekin uningga berilib ketmasligimiz vojibdir. Ammo mangulik qarorgoh bo'lgan diyar Alloh taolo dunyo tirikchiligi faqat o'yin kulka va g'aflatdan iboratdir. Shubhisizki, oxirat yurti haqiqiy hayot yurtidir. Agar ular bilsa edi, bu dunyoni u dunyodan ortiq ko'rmaydi deb aytgandek, dal oxirat diyordir. İnsan öz tabiatida faqirdir. Dar haqiqat inson bu dunyo hayotida xuddi Alloh taolo, ey insonlar, sizlar Allohga muhtojsizlar. Alloh hammadan behojatdir, madihiyaga loyiqdir. Agar Alloh xohlasa, sizlarni halok qilib o'rninglarga yangi bir xalqni paydo qiladi. Bu Allohga qiyin emas. Hech bir gunohkor odam birovning gunohini ustiga ola olmaydi deb aytgandek, o'z tabiatida muhtojdir. Demak, inson har qancha ko'p mol dunyosi, bola chaqalari, yuz obro'yi va huquq mansibi bo'lsa-mu, yanada muhtojdir. Chunki bu narsalar hammani yo'qolib ketadi. Bola chaqalarimi o'lib ketadi. Balki yo'qolib ketmay, insonning qo'lida bor deyilgan taqdirdami, u yanada Alloh taologa muhtojdir, ojizdir. Biz atrofimizda ko'plagan insonlarni uchratamiz. Ular shuncha ko'p boyliqi, huquq mansibi va bola chaqalari bo'lsa-mu, nurg'un g'am andishalarga va yoki boshqa kasalliklarga mubtalo bo'lib, hayoti chidiqsiz azobga to'lganligini, agar mumkinchiligi bo'lsa, ilkidagi hamma narsasi kessimi, yo'qitib qo'ygan shu baxt saodatini qayta qo'lga keltirishga shunchalik tashna ekanligini bayqaymiz. Bu bizga haqiqiy boylikning mol dunyo, bola chaqa va yoki boshqa bir narsada emas, balki qalb ekanligi. Banda hamma holatlarida, hatto ko'zni yumib ochqichilik muddatdami Alloh taoladan behojat bo'la olmaydiganligi
ve aciz ekanligidan iborat ro'shan bir haqiqatni tushuntirib berdi. Shundaqla bandaning peshonasiga putilgan, kelishim muqarrar bo'lgan o'limdan qo'rqib, har vaqt uni eslab turadiganligimi uning muhtoj va bak ojiz ekanligining tipik bir misolidir. Bu o'lim Alloh taolo har bir maxluqning peshonasiga putayotgan bir hukmronki, butun jonliqlar, hatto payg'ambarlar va farishtalarmi uningdan qochib qutulolmagan va qutulolmaydi. Faqat azimatlik va karamlik Parvardigorimizning zotila mangu qoladi. Shuning uchun inson har doim bu ahvollardan, shundaqla kelishi muqarrar bo'lgan o'limdan qo'rqadi va andisha his qiladi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning rivoyat qilishicha, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yerga 4 kasa katakchi sizib, u katakchining o'tirisiga, katakchining sirtiga chiqib ketgan bir siziq sizdi. Ondan keyin yana katakchining ichiga bir muncha ushoq siziqlarni sizdi va bu o'tiridagi siziq insondir. Uni o'rab turguchi bu katakchi bo'lsa, uning ajalidir. Katakchidan chiqib turgani bo'lsa, uning orzusi, kichik siziqlar bo'lsa, musibatlardir. Bu musibat o'qi yo'lidan chiqib ketib, insonga tegmay qolsa, yana biri kelib tegidi. Agar u mi tegmay qolsa, ajal o'qi kelib tegidi, dedi. Demak, inson hayotida turli kasallik, balo, musibat, faqirlik va boshqa nurg'un ahvollarga duchor bo'ladi. Bundan qutulsa u, uningdan qutulsa bu chirma oladi. Chunki Alloh dunyoni taqdir qismat, sinov imtihon diyori qilgan bo'lg'achqa, bu muqarrar qonuniyatdir. Uningdan keyin insonga uning orzu armonlarini va planlarini uzib tashlag'uchi o'lim keladi. Mana bu insondir. Garchi biz bu ishning va bu dunyoning haqiqatini bilsakmi, yanada ko'pchilik insonlarning dunyoda qo'rqinish va g'am andishi ichida yashayotganligini ko'ramiz. Masalan, g'ayrimusulmonlarga qaraydigan bo'lsak, ularning avvalo bu turli musibat va ofatlardan, ondan qarasa kelishi muqarrar bo'lgan o'limdan qo'rqib, bir minutmi ko'ngli xotirjam bo'lmagan holatda yashayotganligini bayqaymiz. Shuning uchun kofirlar bu koinotning hammasi bizlar uchun dushman deb o'ylaydi. Shu vajidan ular koinotning sirlarini yashirgan ilmga yuzlangan vaqtdami o'zlarining bu koinot bizning dushmanimizdir degan mantiqasi bo'yicha yuzlandi. Ondan u sirlarni bayqashga urindi va qo'lga keltirilgan bayqash va kashfiyotlarni tabiatni bo'ysundirish deb ataydi. Chunki ular aslida tabiatni o'zlariga dushman deb gumon qiladi emasmi? Ammo mu'minga kelsak, mu'min banda ba'zida qalbiga bu qo'rqinish tuyg'ulari kelib qolsa-mu, xuddi Alloh taolo jihadga chiqmay qolib qolgan 3 kishi haqida jihadga chiqmagan 3 kishining tavbasini Alloh qabul qildi. Shuncha keng zamin ularga tortiyilgan, ularning jonlari siqilgan, ular Allohga tavba qilmay turib, Allohning g'azabidan qutulish mumkin emasligiga ishongan edi. Ondan ularning tavba qiluvchilardan bo'lishi uchun Alloh ularni tavbaga muvaffaq qildi. Alloh tavbani bakmi qabul qiluvchidir, bandalariga nihoyat mehribondir degandek. Va yana bir oyatda, ey Muhammad aytqinki, Alloh tarafga qochinglar, ya'ni Allohga iltijo qilinglar deb aytgandek, yanada haqiqiy iltijo qiluvchi zot Allohdir deb beradi. Demak, inson bir narsadan qo'rqsa, undan qochadi. Lekin musulmon Alloh taoladan qo'rqsa, yana u zotning tarafiga qochadi. Shunga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunda xabar berganki, banda musibatlardan, kasallik, tasodibiylik, o'lim va o'limning keyingi ahvollardan, holbuki o'limdan ilgirki ahvollardan ig'irroqdir va o'limning keyingi ahvollar o'limdan ig'irroqdir. Shundoq bo'lsa-mu, qo'rqadi. Ammo mu'min bu ahvollarning hammasidan qo'rqsa-mu, haqiqiy birdan-bir qochadigan, panohlanadigan joy faqatla birdir deb biladi. Mana bu qiyinchilikqa yo'liqqanda Alloh taolaning seni yod etish uchun bayashat vaqtida sen Alloh taolani yod etgan degan prinsipdir. Dar haqiqat payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ummatning olimi hisoblangan Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhumaga mushu mazmunda bir o'git bergan. Rasululloh vafot topgan chaqda Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhuma 12-13 yoshlarda edi. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma o'zi rivoyat qilib mundaq deydi. Bir kuni men payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ulug'ining keyniga mingishib olgan edim. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, ey o'g'il, men sana bir net so'zni o'gitib qo'yay. Alloh taoloni yod etib turgin. Alloh taolamo seni yod etadi.
Allah Taolani yad etkin, Allah Taolani oldingda topsan. Qachonki biror narsa so'ramoqchi bo'lsang, Allah Taoladan so'ra. Yordam tilamoqchi bo'lsang, Allah Taoladan tila. Bilginki, agar jami odamlar sana biror narsa bilan foyda yetkazish uchun yig'ilsa-mu, ular sana Allah Taolaning sana putib etgan narsani boshqani bera olmaydi. Agar ular sana biror narsa bilan ziyon yetkazishga yig'ilsa-mu, Allah Taolo sana putib etgan narsadan boshqa ziyon yetkaza olmaydi. Qalamlar ko'tarildi, batlar quridi. Ya'ni taqdir allaqachon putlib bo'ldi, dedi. Allah'ның g'arib ojizlarni muhofazat qilganligi va ularning fazilatining bayoni haqida amaliy ulgilar. Abu Hurayra va Ibn Umar radhiyallohu anhular rivoyat qilgan sahih hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam islom g'aribona boshlangan, yana g'aribona holati qaytadi, g'ariblar baxtli bo'lsin degan. Demak, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu hadisda g'ariblarning bayashat vaqtlarida Alloh taoloni yod etgan, to'g'ri, durust yo'lda mangan va yana kishilar norozi bo'lsa-mu, Alloh bilan mamnun bo'lgan kishilar ekanligini va ularning baxtli kishilar ekanligini bayon qilib berdi. Bu yerdagi baxt olimlar tushundirgandek, dunyo va oxiratga ko'p pok yaxshiliklar va go'zal natijalardir. Bu yaxshiliklar bo'lsa, Alloh taolo payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning og'zidan o'sha g'ariblar uchun qilgan va'dasidirki, ular kishilar buzilganda to'g'ri yo'lda mangan va to'g'ri yo'ldan chetnab ketganlarni isloh qilganlardir. Ular yana ko'pchilik insonlar o'zlariga agashmagan bo'lsa-mu, yanada haq ustida ching turganlardir. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning og'zi bilan kelgan bu va'daning rostligiga reallik va tarix shohid bo'ldi. Darvaqa biz muborak qo'llari bilan islomning nurini tunji bo'lib olamga chashgan shu dastlabki g'arib musulmonlarga Alloh taolaning bek ko'p yaxshiliklarni ato qilganligini bildik. Makka davrida ularning soni oz, atrofidagi mushriklarning soni ko'p. Shuning bilan birga go'yo barcha insonlar hammasi bir yoqdan bosh chiqarib, ularga qarshi dushmanlik qilgan ahvollardami Alloh yanada chiqish yo'li berib, ularni qo'g'daydigan va himoya qilgan kishilar chiqarib bergan edi. Alloh taolaning payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni muhofazat qilganligi. Buning eng ro'shan dalili Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhuma rivoyat qilgan tuvandagi hadisdir. Abdullah ibn Amr aytadi: Mushriklar Ka'baning yoniga yig'ilib, o'zaro biz hech qachon Muhammad sallallohu alayhi vasallamning qilganlariga sabr qilgandek sabr qilmagan edik. U bizning ilohlarimizni haqorat etdi, oramizni bilib o'tdi, ota-bobolarimizni tilladi va dinimizni aybladi. Biz mushundaq cho'ng qilmishi oldidimi, uningga qarta sabr qildik, deyishdi. Shu paytda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kelib Baytullohni tavob qildi. U zot ularning yenidan o'tganda mushriklar u zotga ba'zi bir gaplarni qildi va masxir qildi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bo'lsa, ularga qarab qo'yib o'tib ketdi. Ikkinchi qatim ularning yenidan o'tib ketayotganda ular yana u zotga avvalgidek gaplarni qilishdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yana parvo qilmay o'tib ketdi. Uchinchi qatimdimi u zotga yana oldingi ikki qatimqadek gaplarni qilgan edi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ularga qarab, "Ey Quraysh jamoasi, quloq solinglar. Alloh bilan qasamki, men sizlarga o'limni, halokatni elib keldim" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning so'zi ularni o'ylantirib qo'ydi. Alloh bilan qasamki, ularning har biri xuddi cho'qqisiga qush qo'nib olgandek bo'lib ketdi. Qushni cho'chitmas uchun jimjit turishga bir kinoya. Hatto ularning payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga eng qattiq muomala qilganimi eng go'zal so'zlarni qildi va "Ey Abul Qosim, qaytqin, ro'shit holat qaytqin. Alloh bilan qasamki, sen nodon emassan" deb ketdi. Alloh taolaning sahobalarni himoya qilganligi. Alloh taolo payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sahobalari Alloh ulardan rozi bo'lsin, shunmi ularni himoya qilgan va qul bo'lib qolganlarni ozod qilgan yordamchilarni tayinlab bergan edi. Hatto Alloh taolo ularning Habasistonga hijrat qilishiga ruxsat qilgan edi. Ummu Salama radhiyallohu anha rivoyat qilishicha, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ularni Habasistonga hijrat qilishga buyurdi va u zaminda hech kimning zulmga uchrashiga yo'l qo'ymaydigan bir podshoh borligini xabar berdi. Shuning bilan ular u yerga bordi va Najoshining yumshoq muomalasi, g'amxo'rligi
va yaxshilik qilishiga muyassar bo'ldi. Hatto bu ahvol ularga Quraysh kuffarlaridan yo'liqqan jabr zulm va aziyatlarni unuttirdi. Qurayshlar o sahabelarning Habaystonda erishgan imtiyozlarini olgandan keyin tura olmay, Habayston podshohiga ol podshohning ular haqidagi qarashini o'zgartirish uchun ikki kishini elchi qilib avatdi. Lekin bu ikki elchi mag'lubiyat bilan qaytdi va Najoshi mazkur musulmonlarga sizlar chiqinglar, sizlar mening mamlakatimda xotirjamsizlar. Kimki sizlarni tillasa ziyon tortadi, kimki sizlarni tillasa ziyon tortadi, kimki sizlarni tillasa ziyon tortadi dedi. Shunday qilib musulmonlar yaxshilarning yaxshi diyori bo'lgan Habash zaminda turib qoldi. Ondan Alloh taolo ularga insonlarning musulmon bo'lishi, muhojirlarni yaxshi kutib olishi va panohlik berishini nasib qildi. Bu hech kishiga sir emasdir. Mana bu ahvollar hadisda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam g'ariblar uchun va'da qilgan ko'p yaxshiliklarning bir qismidir. Allah Teala'nın Şeyhül İslam İbn Teymiyye'ni muhafazat qilganligi. G'ariblar tarixdan buyon hech bir kishining ko'nglidan kechib boqmagan hurmat e'tiborlarga sazovor bo'lib keldi. Buning bir misoli o'sha g'ariblardan biri bo'lgan va ilm, amal, da'vat va jihad sohasida yo'lboshchi Şeyhül İslam İbn Teymiyye rahimahullahdir. U zotning tarjimalida mundaq kelgan. İlxani Mo'ng'ullarning podshohi bo'lmish Gazan otliq xon qo'shin tortib islom yurtlariga besib kelib, Damashq shahriga yaqin bir yerga bargoh qurib, shaharga hujum qilmoqchi bo'lib turganda, Shayxul Islom Ibn Taymiyyani o'z ichiga olgan bir turkum olimlar keldi. Ular kirganda Shayxul Islom uning oldida tik turib, qattiq gap qildi va: "Ey Gazan, sening ota-bobolaring mushrik, kofir bo'lsa-mu, musulmonlarga sen hozir qilishga urinayotgandek hech bir aziyat yetkazmagan edi. Holbuki sen musulmonlikni da'vo qilasan" degan edi. Gazan uzatqa: "Ey shayx, menga duo qilgin" dedi. Shuni bilan Shayxul Islom ikki qo'lini ko'tarib: "Ey Alloh, agar sening bu bandang sening diningga yordam berish va sening so'zingni ustun qilish uchun sening yo'lingda jihad qilib kelgan bo'lsa, uni kuchlantirgin va yordam bergin. Agar sana jang e'lon qilish va mu'min bandalariga aziyat berish uchun kelgan bo'lsa, uni halok qilgin va qo'shinlari bilan qo'shib vayron qilgin" dedi. Shayxul Islom bu zolimga uzun beddua qildi. Zolim bo'lsa ikki qo'lini ko'tarib amin deb turdi. Ondan Shayxul Islom boshqa olimlar bilan birga uning yenidan yenib chiqdi. Olimlar uningga: "Bizning sen bilan birga mangimiz yo'q. Chunki biz bu zolimning sening penga biror qotilni salmaydiganligidan xotirjam emasmiz" deyishdi. Shayx: "Men sizlar bilan birga minishni xohlamayman" dedi. Shunday qilib ular boshqa yo'llar bilan yurib ketdi. Ammo Shayxul Islom rahimahulloh Damashq shahridagi uyga yetib kelmay turibla, o'zini uni qo'g'dash uchun chiqqan nurg'un Mo'ng'ul askarlarining orasida ko'rdi. Qolgan olimlarga kelsak, ulardan biri mundaq degan edi: "Bizni bir to'p bo'lonchilar qo'rishib olib, yalang'ochlabdi, aziyat berdi va usti-beshimizdagi narsalarni elib oldi." Mana bular Alloh taolaning g'ariblar uchun dunyoda tayyorlagan ko'p va katta yaxshiliklardan bir o'rnakdir. Bayashat vaqtda Alloh taolani yod etishning ma'nosi. Ey qarindoshlar, shaksizki qo'rqish tuyg'usiga ega, dunyoda aminlikka muhtoj va birgina Alloh taolaning tarafidan o'zga qochadigan joy yo'qligini bilgan banda bayashat vaqtida Alloh taolani yod etgan, shuning bilan qiyinchilikqa uchraganlarida Alloh taolo o'zlarini yod etadigan g'ariblardan bo'lishga muhtoj bo'ladi. Undaqda bayashat vaqtda Allohni yod etish deganning ma'nosi nima? Oldi bilan Alloh taolani tunish 3 ishni o'z ichiga oladi. Birinchi, Alloh taologa imoat etish, og'zaki shahodat aytish va u yagona zotning bu bepoyon koinotning birdan-bir tasarruf qilguvchi va idora qiluvchi zot ekanligini bilishdir. Bunga binoan Allohga imoat etmaydigan yoki koinotda Alloh bilan qo'shib boshqa bir idora qiluvchi ham bor deb e'tiqod qilgan sekulyarlar, dahriylar, kommunistlar, dinsizlar va hokazolar bu kategoriyaga kirmaydi. Ikkinchi, ibodatni Alloh uchun qilish
ve ibadetin bütün türlerini faqat Allah Teala'ga merkezleştiriş. Çünkü insan çoğunlukçisiz yaşayolmaydi. Bu köpligen oshqon, to'g'ri yo'ldan qiyib ketgan ozg'unlarning holidir ki, ularning qalblari Allohga yuzlanmaganligi uchun ibodat qilishga loyiq haqiqiy zotni topolmagan bichoralardir. Shu jumladan o'tkinchi dunyoga qul bo'lib, uning keynidan chopilganlar bor. İçi boş topqa mestani bo'lib, shuning havasi bo'lib yashaydiganlar bor. Mashqining dardida sarson bo'lib, majnun bo'lib ketadiganlar bor. Pul molga qattiq qirisman bo'lib ketadiganlar bor. Va yana o'zining quli bo'lib qolganligini bilmaydigan Allohqandaq bir narsalarning havaskori bo'lib, shu narsalarga cho'qinganlar bor. Shuning uchun ibodat faqat Alloh taolo uchun bo'lishi kerak. Mana bu tavhidning ma'nosidir. La ilaha illalloh degan kalimaning ma'nosidir. Yani Allah Teala'dan başka hakiki ibadet kılınıcı mabud berhaq yo'q deganlik. Bunun binaen farishtalarga yoki payg'ambarlarga yoki valilarga va yoki undan boshqa bandalarga ibodat qilganlarga o'xshash Allohning g'ayriga ibodat qilganlar va o'zlarining obid ibodat qiluvchi ekanliklarini bilmaydigan kishilar mazkur kategoriya doirasidan chiqib ketadi. Shunga yaxshi amallar bilan Alloh taologa yaqinlashish ve Allah'ını eslep duruş gerek. Qaçanki insan Allah Teala'ga o zatni yad etiş yüzünden köp ibadet kılıp, köp yaxşı amellerini kılıp yakınlaşkan bolsa, Allah'mı dünya ve ahiretin kıyınçılıkları da şu bendeni şunçilik yad etip, onunla yakınlaşıdı. Üçüncü iş, Allah Teala'nın isimleri ve sıfatlarını biliş. Ebu Hureyre razıyallahu anhu rivayet kılgan hadiste, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan. Şek şüphesiz ki Allah Teala'nın birkem 100 yani 99 ismi var. Kimki ularını yadlasa cennetke kiridi. O Allah Teala taxtur, taxtni yaxshi ko'radi. Allah Teala'nın isim sıfatları nayet köptür. Biz daim tekrarlab turilgan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ögetken qunut duası da mundaq keladi. Ey Allah, sen özün atagan yoki kitabыңda tushirgan yoki mahluqotlaringdan birasiga ögetken yoki o'zingning tarafidagi g'ayb ilmingga xos qilgan butun ismlaringning nomi bilan so'raymanki. Shafaat haqidagi uzun hadisda yana mundaq kelgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam arshining ostiga yetganda Parvardigorga sajda qiladi. Shuning bilan Alloh taolo uning qalbini ochadi. Ondan uzat shu vaqtda Alloh taologa Alloh o'ziga o'rgatgan hamd sanolar bilan hamd etadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam u hamdlarni hozir bilmaydi. Yani bu deganlik hayat vaqtida bilmaydi deganlikdir. Allohning ism sifatlarining to'liq sonini faqat Alloh o'zi biladi. Lekin bu ism sifatlarining bilinganlari 99 bo'lib, bu asmolarning alohida xususiyati bordir. U bo'lsa-mu, ularni yodlagan kishi jannatga kiradi. Yodlasa degan so'z hadisda ihso degan lafz bilan kelgan bo'lib, tövende bu kelimenin haqiqiy ma'nosi bilan tanishib chiqaylik. Bu kelime ihso bir qancha masalalarni o'z ichiga oladi. Oldi bilan bu ism sifatlarni yaxshi bilishimiz kerak. Chunki bu ism sifatlarni bilmagan kishi ularni yodlay olmaydi. Shunga Allohning go'zal ism sifatlari tunishtirilgan bir kitobni tepib foydalanishimiz va chin qalbimiz bilan yodlashimiz kerak. Ikkinchi qadamda bu ismlarning har biridan arab tilida irod qilingan ma'nolarni yaxshi bilishimiz kerak. Undan keyin bu ismlarning har biri Allohning sifatlaridan bir sifatga dalolat qilgan bo'lib, har ism dalolat qilgan sifatni yaxshi bilishimiz kerak. Oxirida bu ma'nolarni qalblarimizga jo qilishimiz, degan kechda ularni yodlab eslab turishimiz va ularning taqozosi bo'yicha toat ibodatlarni qilib, gunoh ma'siyatlardan yiroq turishimiz kerak. Demek, yuqoridagi tartib bo'yicha qilgan vaqtimizda bu ismlarni haqiqiy yodlagan bo'lamiz va Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ularni yodlagan kishi jannatga kiradi degan xush bishoratiga loyiq bo'lgan bo'lamiz. Alloh azza va jallani haqiqiy tunish 3 ish bilan amalga oshadi. Birinchi, Alloh taoloni tan elish va yagona shirki yo'q zot deb bilish. Ikkinchi, ibodatni Alloh taologa qilish ve ol zatqa yaxshi amallar orqali yiqilishish. Uchinchi, Alloh taoloning go'zal ism sifatlarini bilish, ularning taqozosi bo'yicha toat ibodat qilish va gunoh ma'siyatlarni tark etish.
Bizlar bu bir qator ishlar orqali bayashat vaqtlarimizda Alloh azza va jallani yod etsak, qiyinchilikqa yo'liqqanda Alloh azza va jalla albatta biz bilan birga bo'ladi. Bular biz hayotiy dunyoda yo'liqadigan faqirlik yoki boshqa sinoqlar bo'lsin, o'lim sakratidagi mushkulchiliklar yoki qabrdagi imtihonlar bo'lsin, qiyomat kunidagi qiyinchiliklar bo'lsin, o'xshashdir. Bu Alloh taolaning Muhammad sallallohu alayhi vasallamning og'zi bilan qilgan rost va'dasidir. Oldi bilan inson Alloh taolaning o'zini turli shahvat va shubhalardan saqlab, har vaqt shu kishi bilan birga bo'lish uchun dinida mustahkam turish kerak. Bu deganlik sen bayashat vaqtingda Allohni yod etsang, bir kun dining haqida sinalgan ishlarda Alloh seni yod etadi deganlikdir. Yine Allah seni kishilarni Allohning yo'lidan to'sgan turli shubhalardan saqlab qoladi. Shu jumladan Alloh taolo Qur'on Karimda Allohning oyatlaridan o'zini qochirib, aksicha shaytonning kichikina vasvasasi bilan gumrohlardan bo'lib ketgan bir odamning qissasini so'zlab berdi. Oyatda bunday kelgan: Agar biz xohlasak, uni taqvodor o'rmonlar darajasiga ko'taratdik, lekin u dunyoga berilib ketdi. O'z nafsi xohishiga bo'ysundi. U go'yo bir itga o'xshaydi-ki, uni qo'g'lamasangmi tilini chiqarib hasraydi, qo'g'lavatmasangmi tilini chiqarib hasraydi. Bu bizning oyatlarimizni inkor qilgan ana shu qavmning misolidir. O'ylab beqishlari uchun bu qissani qavmingga so'zlab bergan. Sura Arafning 176-oyati. Biz atrofimizda ko'plagan insonlarni uchratamizki, ular umrining ma'lum mezgilida, bo'libmi yoshlik mezgilida ilohiyat va payg'ambarlikdan iborat e'tiqodiy masalalarga aloqador nurg'un shubha va vasvasalarga mubtalo bo'ladi. Agar ulardan birasi Alloh taologa iltijo qilishda rostchil bo'lsa, Allohning rahmati bilan kallasiga taqalgan shu shubha va vasvasalar shular to'g'riliq biror kitob o'qimasimi yoki boshqa hal qilish chorasini topmasimi, nihoyat tezda qalblaridan yo'qolib ketadi va u vaqtda fikr qilmaydigan, qalbi iymon nuri bilan to'lgan holatda bo'lib ketadi. Bunun dal aksicha yana nurg'un insonlar borki, har qancha aqlliq, bilimlik, o'qigan va o'ngilganlari shunchalar ko'p bo'lishiga qaramay, yanada turli shubhalarning do'qmushlarida tangirqab yurganligini ko'ramiz. Buning sababi ularning Allohga bo'lgan ishonchi ojiz. Ko'p ibodat qilmagan va bayashat vaqtlarida Allohni yod etmagan, shuning bilan qiyinchilikqa yo'liqqanda Allohim ularni yod etmaganligi uchundir. Allohning bandasini qiyinchilik uchirganda yod etadiganligining misollari. Ba'zida inson dini bordimi shahvatga duch keladi. Kishi bunday chaqda Alloh subhanahu va taoloning o'ziga yar bo'lib, yordam berishga bek muhtoj bo'ladi. Biz Yusuf alayhisalomning qissasini, jumladan Misr azizining ayoli maqsadli holda qattiq qiyoslanib kelib, go'zal yuzli Yusufni zina qilishga chaqirganligidan iborat buyuk fitna olganmiz. Halbuki u chaqda Hazrat Yusuf henüz Misr azizining qasrida qul o'rnidagi bir kishi edi. Uni shiddat bilan ma'siyatga chaqirgan, balki diginini qilmasa zindonga tashlash yoki qattiq xordash bilan tahdid salayotgan ayol bo'lsa, uning xo'jayini edi. Demak, bu nihoyat qiyin bir ahvol edi. Bu shunday qiyin ahvolda Rabbi Alloh uning yordamchisi bo'ldi. Chunki Hazrat Yusuf alayhisalom bayashat vaqtida Rabbini ko'p yod etgandir. Alloh taolo bu vaqtda bunday degan: Biz Yusufni gunohdan va sat ishdan ana shunday saqladik. Shubhisizki, Yusuf bizning sodiq bandarimizdan edi. Sura Yusufning 24-oyati. Shuningdek, inson dunyolik bordimi sinoqqa duch keladi. Xuddi Hazrat Ibrohim alayhisalom o'tqa tashlangan chaqda duch kelgan sinoqqa o'xshash. Alloh taolo bu vaqtda bunday degan: Biz o'tqa, o't Ibrohimga salqin va omonlik baxsh etadigan bo'lib bergan dedik. Sura Anbiyoning 69-oyati. Bu vaqtda bir shoir bunday bir beyt yozgan ekan: İbrahimdek imonliq bo'lsa kishi jannat erur onun uchun dunyo siniqi. Bu Alloh taolaning barliq payg'ambarlari va ularning ergashuvchilariga tutgan qonuniyatidirki, agar ular mehribon Allohga yaqinlashishda va yod etishda rostchil bo'lsa, qiyinchilikqa yo'liqqanlarida Alloh taolo ularning yanida bo'lg'ay. Oxirida kamina har qaysiga Allohga yaqinlashgan kishi bilan Allohni inkor qilgan kishining orasidagi farqni oydinlashtirib berilgan, bir-biriga qaram-qarshi,
İki misalni so'zlab berish bilan so'zimni tugatmoqchiman. Birinchi misol. Alloh azza va jalla Qur'on Karimda bayon qilgan Yunus alayhissalomning vaqaligidir. Ya'ni bu vaqalik Qur'on Karimda mundaq kelgan. O'z vaqtida u qavmidan qochib kishilar bilan toshqin bir kemaga chiqib oldi. Kemadagilar chek chiqqan odamni dengizga tashlab, kemaning yukini yengiltish uchun chek tashlashdi. Yunus chekda mag'lub bo'lganlardan bo'lib dengizga tashlandi. Sura Saffotning 140-141-oyatlari. Demak, ular chek tashlashgan chaqda chek Yunus alayhissalomga chiqdi. Shuning bilan kemadagilar Nabiy Yunusni dengizga tashlab etdi. Ondan uni biliq yutdi. Halbuki u ayblanishga tegishli edi. Bu vaqtda Alloh taolo bundoq degan: Agar u tasbih etquchlardan bo'lmasa edi, biliqning qornida albatta qiyomatgacha qolardi. Sura Saffotning 143-144-oyatlari. Chunki u la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zolimin. Parvardigorim, sendan bilak hech ma'bud barhaq yo'qdir. Sen jimi kamchiliklardan poktursan. Men haqiqatan o'z nafsimga zulm qilishlardan bo'ldim degan edi. Bu Sura Anbiyoning 87-oyati. Ondan keyin Alloh taolo uning duosini ijobat qildik, uni beliq yutgan chaqdagi g'amdan xalos qildik dedi. Bu Sura Anbiyoning 88-oyati. Bu vaqalikdan keyin Alloh taolo bu qonuniyatning Yunus alayhissalomga xos emasligi, balki bayashat vaqtlarida Allohning to'lg'an kishilarning hammasiga umumiy ekanligini bayon qilib, shuningdek mo'minlarni eg'irchiliklardan xalos topqizamiz dedi. Bu Sura Anbiyoning 88-oyati. Buning ta'turisi bo'lgan yana bir misolga qarab boqaylik. U bo'lsa-mu zolim Fir'avnning vaqaligi bo'lib, u dengizga g'arq bo'lib ketish oldida o'zining shaksiz halok bo'lib ketganligini va mol-dunyo, bola-chaqa, toj-taxt, ordu va xizmatkorlarning qilchilikmi foyda yetkazilmaydiganligini bilib yetgan edi. Allah bu holatni Qur'on Karimda bundoq bayon qilgan. Fir'avn g'arq bo'lgan vaqtda iymon etdimki, İsrail avlodi iymon etgan ilohdan o'zga iloh yo'qdir. Men musulmonlardanman dedi. Sura Yunusning 90-oyati. Fir'avn bu so'zni iymon etish fursati qo'ldan ketgandan keyin deganligi uchun bundoq javob keldi. Uningga deyildiki, hayotdan umid uzganingda endi iymon etamsan. İlgari Allohga osiylik qilgan va buzg'unchilardan bo'lgan eding. Sendan keyingilarga ibrat bo'lishing uchun bugun sening jastingni qutqizamiz. Ya'ni sening jastingni dengizdan chiqarib qo'yamiz. Sura Yunusning 91-92-oyatlari. Ibn Abbas radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bundoq degan. Haqiqatan Jibril alayhissalom bundoq degan edi. Ey Muhammad, agar men dengizdagi loydan elib uni Fir'avnning og'ziga uningga Allohning rahmati yetib qolmasin deb tiqqan chig'imni ko'rgan bo'lsang, qandoq bo'lading? Dar haqiqat Alloh azza va jalla uning qiyomat kuni borgan joyini bayon qilib, Fir'avn qiyomat kuni boshlamchilik bilan o'z qavmini do'zaxga boshlab keladi. U joy nimaga yomon dedi. Sura Hudning 98-oyati. Yana bir oyatda Fir'avnning barzax hayoti va qiyomat kuniki ahvolini bayon qilib, Allah uni Fir'avn jamoasining suiqastlaridan saqladi. Fir'avn jamoasiga eng yomon azob nozil bo'ldi. Ular atgini oqshimi o'tqa to'g'rilib turdi. Qiyomat qoyim bo'lgan kunda, ey Fir'avn jamoasi, azobning eng qattiqiga do'zax o'tiga kiringlar deyiladi. Bu Sura G'ofirning 45-46-oyatlari. Alloh taolo mushtaq degan. Ey musulmon qarindishim, ey o'zi meni va bola-chaqalar haqida shaksiz ko'plagan musibatlarga duchor bo'lganligini va har vaqt o'limning o'zini porab turadiganligini bilgan banda. Siz eng rostchil, nasihat qiluvchi va ishonchli payg'ambarning vasiyatini ching tuting. U bo'lsa-mu qiyinchilikqa yo'liqqaningda Allohning seni yod etish uchun bayashat vaqtingda Allohni ko'p yod etganni obdan o'zlashtiring. Agar unda qila olmasangiz, Alloh taolo sizni tashlab o'tadiki, qaysi do'qmishda halok bo'lib ketishingizga parvo qilmaydi. U chaqda qiyinchilik yo'liqqan va sinoqlarga duch kelganingizda, u hikmat bilan ish qiluvchi zotga yelanganingizning foydasi bo'lmaydi. Ey ulug' Alloh, bizni bayashat vaqtlarida seni ko'p yod etadigan, shu orqali qiyinchilikqa yo'liqqanlarida senmi ularni yod etadigan bandalaringning qatoridan qilgin. Amin. Manba ta'arraf ilalloh firraha
Ya'rifka fi shidda degan maqoldan. Doktor Salman Avda. Tarjimada Muhammad Barat.